Inson o'g'li holi hayotida ko'plab muvaffaqiyatlarga erishishligi mumkin. Juda yaxshi ishlar amalga oshirishligi, yutuqlar qo'lga kiritishligi mumkin. Oilasida, ish karyerasida va boshqa turli sohalarda ko'plab uni xursand qiladigan, uni kayfiyatini ko'taradigan, bu dunyodan maza qilib yashashligiga sababiyat beradigan ko'p yaxshiliklar qilishligi mumkin. Lekin bir achchiq haqiqat bor. Dunyo uchun har qancha amal qilmang, dunyo uchun har qancha yutuq qo'lga kiritmang, illo oxiri xusronkorlikdir. Qanday qilib deysizmi? Oxirida baribir qo'ldan ketadi-da. Yangi qurgan uyingiz masalan vaqt o'tishligi bilan eskiradi. Yaxshi ko'rgan masalan jufti halolingiz vaqt o'tishligi bilan qariydi. Eng yaxshi ko'rganingiz farzandlaringiz yoki o'sha jufti halolingiz bir kun kelib sizni tark etadi yoki siz uni tark etasiz. Bugun olgan yangi oxirgi rusumdagi mashinangiz bir kun kelib modadan qoladi, uriladi, narxi tushadi, bir kun kelib metallomga aylanadi. Nima bo'lsa bo'lsin. Qanaqa misol aqlingizga kelsa kelsin, oxiriga boring. Xo'p, keyinchi men shu ishlarni egasi bo'ldim, shularni qo'lga kiritdim. Xo'p, undan keyinchi oxiri nima bo'ladi desangiz, oxirida bularni barchasini qo'ldan ketishligini ko'rasiz. Bularni barchasini yo'q bo'lishligini ko'rasiz. Bularni barchasini oxir oqibatda ayriliq bilan tamomlanayotganligini ko'rasiz. Ular sizni tark etmasa, siz ularni tark etayotganingizga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Dunyoda sizni baxtiyor qiladigan va bu baxtiyorlik, bu saodat u dunyoga, oxiratingizga siz bilan birga ko'chib o'tadigan narsa yo'qmi? Albatta bor. Agar siz bu dunyoda qilayotgan amallaringizni, ishlaringizni Alloh uchun qilayotgan bo'lsangiz, Allohning aytganini qilsangiz, Alloh rozi bo'lsin, Alloh taologa ertaga ro'baro bo'lishim bor, Allohning qarshisiga, huzuriga chiqishim bor, Allohning huzurida beradiganim imtihonim, so'rog'im, savolim, ularning javobi bor degan g'am bilan, tashvish bilan, maqsad bilan bu dunyoda agar amal qiladigan bo'lsak azizlar, shu dunyoda ham baxtiyor bo'lasiz, ko'nglingiz xotirjam, sizdan baxtiyor, sizdan xotirjam, sizdan aziz va mukarram odam bo'lmaydi. Va ayni vaqtda vafot etishligingiz bilan bu narsalar tugamaydi. Vafot etishligingiz bilan bu narsalar sizdan olib qo'yilmaydi. Bu narsalar oxiri ayriliq bilan yakunlanmaydi, balki bu xursandchilik, bu saodat siz bilan oxiratga ko'chadi. Balki bu dunyodagi saodat oxiratdagi saodat qarshisida qanchalar arzimas narsa ekanligini ko'rasiz va saodatingizga saodat qo'shiladi. Yanada baxtiyor inson bo'lib davom etasiz. Alloh uchun amal qilishni o'rganaylik azizlar.